Yakshanba kechagi kundan ko'ra ancha samarali o'tdi. Ertalab soat 10 da turib, proteinli kokteylimni ichib oldim. Besolib, yaxshi massa qilib, katta kachok olib ketish uchun emas, prosta o'tgan safar olgan protein qolib ketib, uvol bo'lmasin deb ichib qo'yapman. Pullar ancha isib ketganiga endi qishki kiyimlarni sandiqqa solib, yozgi kiyimlarni oladigan vaqtdan bo'lib qolibdi deb, hamma kiyimlarimni bittalab taxlab, chamadonga solib, yozgi kiyimlarimni olib qo'yib chiqdim. Kiyimlarni bir yoqlik qilib bo'lgandan keyin xonani sekin tozalashga tushdim. Plisosda hamma yoqda chinniday qilib tozalab, keyin idishlarni yuvishga o'tdim. Ishlarda har ikki kunda yuvib tursam ham haftaning oxiriga kelib baribir to'planib qolaveradi. Hayronman nimaga. Buning orasida hamma ko'rpa-to'shaklarni olib yuvib yuborishga qaror qildim. Bahor kelibdi, biz ham bir yangilan yuboraylik deb. Ko'rpa-to'shaklarni uyda ichida yuvaman, lekin quritgani sal qiyinlik qiladi uyda ichida. O'shanga tashqariga chiqib quritib kelamiz. Dastyor kirlarni yuvib bo'lgunicha kompyuterda qiladigan ozgina ishim bor edi. Ya'ni kompyuterni polni tozalab, hamma narsani o'chirib tashlab, boshqatdan ustanobga qo'yib yubordim. Xotirasi to'liq qolgan ekan. Orada kirlar ham tayyor bo'ldi. Quritgani mana shunaqa apparatga tashagani tanga olib, yarim soatga tashab keldim. Koreyada hamma narsaning narxi oshib ketdi, olib ketdi. Mana shuni ham narxi oshibdi. Oldin 5000 won edi, hozir 1000 wonga ko'taribdi, 6000 won bo'lib qolibdi. Mana shunda g'irrillatib quritib beradi, keyin yopib ketaveramiz. Keyingi haftaga yeyish uchun ovqatga bozorlik qilgani chiqdim. Bu yerda ham narxlar yengil oshib qolgan. Qulupnaydi sezoni boshlanibdi. Shunisini sezdim lekin. Hamma yoqda olib, to'lovni qilib, kassaga uyga kelib ovqatni boshlab bordim. Ko'pchilik bilgan, storimga bir ikki marta qo'ygandim. Semirtirmaydigan, lekin kaloriyani zo'r beradigan o'sha meal prep ovqatni qilyapman, ya'ni 5 kunlik. Tayyorlagani ozgina ko'p vaqt ketsa ham, zato 5 kun ovqat qilmaysiz. Har kuni bir xil ovqat yeyish joningizga tegmaydimi deganlar uchun albatta jonimga tegadi. Lekin birorta natijaga erishish uchun nimadandir ketish kerak. Bu ovqatlar menga zo'r kuch beradi va vaqtimni tejab qoladi. Ya'ni har kuni ishdan kelib ovqat qilmayman. Undan ko'ra tez ovqatimni yeb, zalga chiqib shug'ullansam bo'laveradi. Bunday qilib yakshanba ham o'z nihoyasiga yetdi.